barchangizga faqatgina sog'lik, omonlik, barcha niyat, orzularingiz albatta ushalsin. Men shuni har tomonlama guvohi bo'lishni istayman va sizlar bilan birga doim hayot nima olib kelsa agar shu hayotni har tomonlama lazzatidan foydalanishda ham, qiyinchilikni aytaylik, yengishga ham birga bo'laylik. Albatta o'z murodimizga yetaylik. Assalomu alaykum hurmatli aziz aka-uka, opa-singil, yori birodarlar, vatandoshlar, zamondoshlar, vatanimiz, qonunimiz, mana shu zahmatkash, mehnatkash aziz xalqimizni fidoilari hamda posbonlari. Men sizlar bilan mana shu kecha kunduzda bir murodbaxsh, fayzli Ramazon oylarida mana shu holatimda didor ko'rishib turganimdan yaratgan egamga beadad behisob shukronalar aytaman. Barchangizga yaxshi kunlar, omad, sog'lik, xayr, baraka tilayman. Yanagi yillarda Ramazon oylarida ham safimizdan kamaymasdan bir-birimiz bilan didorlashib turmoqligida yaratgan egam nasibi ro'za aylasin. Endi men haliga balki meni taniganlar bor, tanimaganlar bor. Men endi unaqangi bir yuridik inson, qanaqadir bir taniqli, bir yaxshi, zo'r darajadagi bir taniqli inson, yo qanaqadir bir kino aktyor, yo qandaydir bir jurnalist, bloger emasman. Mana shu yurtni, shu aziz vatanimizni bir insoniman, bir fuqarosiman. Mana shu yurtda yashashga meni ham bir haqqim bor. Qanaqadir bir konstitutsiyaviy huquqlarimdan bir foydalanishga haqqim bor deb tushunaman. Ya'niki o'sha o'tgan yillar o'sha metan zapravkada bir yirtiq krasovkasi bilan tanilgan o'sha pastkash, o'sha provokator, o'sha g'ayrat bo'laman. Mana yaqinda ham metan zapravkada mana shu 2026-yil 6-mart kuni tungi soat 4 da o'zimni bolalarim bilan birgalikda metan zapravkada bir kimlarnidir yana bir aybi bilan mana shunaqangi bir yomonotlik bo'lib, kimlarnidir ko'ziga bir yomon ko'rinib chiqqan inson, o'sha oddiy, o'sha do'stib g'ayrat bo'laman. Mana hozir ham sizlarga ko'rsatib qo'yishim mumkin. Yana o'sha bolalarim bilan birgalikda mana bu kishi qizimiz Oyshaxon, mana bu nargisi Ahmad Aliboy. Salom berib qo'ying. Assalomu alaykum qiling. Assalomu alaykum. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana endi bularni men bir ko'rsatib qo'yganimni ham sababi bor. Hali keyinroq tushuntirib beraman sizlarga. Bu bolalar meni o'zimni farzandlarim, ikkinchi oilamizdan, ikkinchi turmushimizdan mana shu ikkita farzandim bor. Hozirda meni o'zimni qo'limda bular, meni o'zimni qarovimda, mendan boshqa qaraydigan inson yo'q. O'sha uchun ayrim birikta bir g'alamus provokatorlarga men shuni bir eslatib aytib qo'ymoqchiman. Bu bolalarga mendan boshqa qaraydigan inson yo'q o'zi. Qolganini keyin tushuntirib o'taman. Ya'ni ki endi hozir men shu kecha kunduzda baraka topsinlar ilohim, ko'pchilikka taniqli inson, mana shu yurtimizni, vatanimizni bir fidoyi insonlardan biri bo'lmish mana professor Zarifboy Ibodullayevni klinikalariga borib, ko'riklardan o'tib, shu kishidan bir lecheniyalarni olib, bir davolanib turgan paytimida Allohga shukr, hozir ancha holatlarim bir sostoyanam borki, yaxshi, ko'rinishimdan ham, mana tili zabonimdan ham sezib turgan bo'lsangiz kerak. O'sha tungi holatdan ko'ra hozir men ancha tetikman. Allohga shukr, mana shu Zarifboy Ibodullayev hamda Hilolmet klinikasini rahbari Muzaffar aka jamoalari bilan bulardan men bir umr minnatdorman. O'tgan yili ham shular xuddi mana shunday qilib menga bir yordam qo'lini cho'zib bir davolanishimga yordam qilishgan edi. Lekin har 6 oyda bir lecheniya olmasangiz bo'lmaydi deb bir aytib o'tgandilar. Shundan keyin mana hayot tashvishlari bilan bo'lib yana bir lecheniya olishga vaqtimiz bo'lmadi. Yaqinda mana shu kechagi chiqishimizdan keyin yana ancha
holatim mazam qochgandan keyin Zarifboy Ibodullayevga telefon qildim. Borib bu kishim degan borib ko'riklaridan borib o'tdim. Beadad behisob shukronalar aytaman. O'sha o'zlarini qo'llaridan kelgancha muolajalarini qilib, yordamlarini qilyaptilar. Bu kishini ikki dunyolarini Alloh taolo o'zi xayrli va barakotli qilib bersin. Shu Zarifboy akaga o'xshagan insonlar ilohim shu xalqimizni orasida ko'paysin. Menga endi bir tavsiya bergandilarki, qo'ying, asabiylashmang, shu tortishib yotmang, gapirib yotmang. Hozir bir lichinayizni oling, keyin gapirasiz degan gaplarni borki aytdilar, lekin men baribir ham haligi bir insoniylik, qanaqadir bir menga ham o'zimga yarasha o'zimni rujulati yo'q degan insonlarni oldiga Allohga shukr, menda ham borki insoniylik rujulati bor, fikr bor, or nomus bor. Mana shu insonlarga o'xshagan bizga ham qanaqadir borki o'sha nafs bor, bizda ham bir hayot bor, bola chaqa bor, mana ko'rib turganinglardek. Endi haq va nohaq so'zlarni to'g'ri kelgan insonlar bir boshingizdan mag'zava ag'darib, har xil bir tuhmati shaltoq, bir bo'lmagan gaplarni gapirib, o'zlarini bir osmon sanab, mana shunday bir ro'zai Ramazon oylarida ham g'iybat qilib, shu muqaddas Allohni bir dargohiga, Allohning uyiga, haj bir safarlariga borib turib, o'sha yerlarda ham borki g'iybat qilib, bizni mana shunaqangi ermak qilayotganlarni ko'rib turib, men chidab tura olmadim. Men endi shu boshida aytib o'taman, iloji boricha men haqorat qilmaslikka harakat qilaman. Haqorat qilmayman o'zimman. O'zimdan o'zi birovda haqorat qilmayman. Lekin endi nohaqdan, joningizdan o'tkazib ketib, sizga har xil tuhmatlar uyushtirib, sizni inson o'rniga ko'rmagandan keyin baribir biz insonmiz-ku. Alloh taolo bu hayotni, bu 18 ming sirli olamni ichidagi bir yaratilgan, mana yer yuziga biz yaratilgan bo'lsak, shundan necha million jonzotni yaratdi-da, buning ichida ong berdi, aql salohiyat berib, mana odamzotni shunaqa qilib yaratib qo'ydi. Shu odamzot singari bizni ham ozgina aqlimiz bor, shu ozgina o'zimizga yarasha bir o'zimizni dunyo qarashimiz bo'lsa kerak. Haligi vijdon, rujulat degan narsa bor bizda ham. O'sha uchun bir 50 oldiga, mana shu vatandoshlarimizni oldiga men hozir bir qisqaroq bo'lsa ham, yo bir ikkita bir fikrlarimni, yo bir uzunroqmi, kim xohlagan joyigacha eshitsa eshitishi mumkin, aytib bir o'tib ketishni men joiz topdim. Endi men nima deyman? Hozir mana qarang, hozir meni aytadigan narsam, gapni nimadan boshlashni ham hozir sal o'ylanib turibman. Demak, mana bu biz yashab turgan diyordagi mana O'zbekiston Respublikasi fuqarosini pasporti. Bu pasportni orqasida pasport O'zbekiston Respublikasi mulkidir. Ushbu pasportning egasi O'zbekiston Respublikasi himoyasidadir deb yozilgan. Demak, bu tushunarli. Men mana shu O'zbekistonning fuqarosiman. Mana shu qonunlarni shularni ostida shu bir mana shu pasportlarni shaxsimni tasdiqlaydi. Shuni himoyasidaman. Shu bilan meni kimligimni bilib, qonun posbonlari huquqimni ta'minlab, meni bir hayotdagi bo'ladigan bir muammolarimga yordam berish bir belgisi deb bilaman. Endi mana bu O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. Erinmaysizlar, men ozgina boshidan sizlarga o'qib beraman. Men lekin bu kitobda qayta juda ko'p marotabalar o'qib chiqdim. Hali yaqinda sizlarga aytdim, bir men pashti bu kitobni o'zi bir yodlab bo'ldim desam ham yanglishmayman. Endi qarang, bu yerda shunaqa narsalar yozilgan. Mana muqaddima o'rnida yozilganki, biz
biz O'zbekistonning yagona xalqi inson huquq va erkinliklariga, milliy va umuminsoniy qadriyatlariga, davlat suvereniteti prinsiplariga sodiqligimizni tantanali ravishda e'lon qilib, demokratiya, erkinlik va tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik g'oyalariga sadoqatimizni namoyon qilib, inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni va qadr qimmati oliy qadriyat hisoblanadigan insonparvar demokratik davlatni ochiq va adolatli jamiyatni barpo etish borasida hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas'uliyatimizni anglagan holda davlatchiligimiz rivojining 3000 yildan ziyod tarixiy tajribasiga, shuningdek jahon sivilizatsiyasiga beqiyos hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizning ilmiy, madaniy va ma'naviy merosiga tayanib, mamlakatimizning bebaho tabiiy boyliklarini ko'paytirishga hamda hozirgi va kelajak avlodlar uchun asrab avaylashga hamda atrof muhit musaffoligini saqlashga astoydil ahd qilib, xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan prinsip va normalariga asoslangan holda O'zbekistonning jahon hamjamiyati eng avvalo qo'shni davlatlar bilan do'stona munosabatlarini hamkorlik, o'zaro qo'llab-quvvatlash, tinchlik va totuvlik asosida mustahkamlash hamda rivojlantirishga intilib, fuqarolarning munosib hayot kechirishini, millatlar aro va konfessiyalar aro totuvlikni, ko'p millatli jonajon O'zbekistonimizning farovonligini va gullab yashnashini ta'minlashni maqsad qilgan holda ushbu konstitutsiyani qabul qilamiz va e'lon qilamiz. Birinchi bo'lim asosiy prinsiplar. Birinchi bob davlat suvereniteti. Qarang, endi birinchi modda. O'zbekiston boshqaruvining respublika shakliga ega bo'lgan suveren demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat. Davlatning O'zbekiston Respublikasi va O'zbekiston degan nomlari bir ma'noni anglatadi. Ikkinchi modda. Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar. O'zbekiston Respublikasi o'zining milliy, davlat va ma'muriy hududiy tuzilishini, davlat hokimiyati organlarining tizimini belgilaydi. Ichki va tashqi siyosatini amalga oshiradi. O'zbekistonning davlat chegarasi va hududi daxlsiz va bo'linmasdir. 4-modda. O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir. O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an'analari hurmat qilinishini ta'minlaydi. Ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. Qarang, qanaqangi chiroyli moddalar, chiroyli so'zlar, chiroyli bir titrlar bilan ketyapti. E'tibor qiling. 5-modda. O'zbekiston Respublikasi qonun bilan tasdiqlanadigan o'z davlat ramzlari, bayrog'i, gerbi va madhiyasiga ega. Davlat ramzlari davlat himoyasidadir. 6-modda. O'zbekiston Respublikasining poytaxti Toshkent shahri. 7-modda. Xalq davlat hokimiyatining birdan bir manbaidir. O'zbekiston Respublikasida davlat hokimiyati xalq manfaatlarini ko'zlab va O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi hamda uning asosida qabul qilingan qonunlar vakolat bergan organlar tomonidangina amalga oshiriladi. Konstitutsiyada nazarda tutilmagan tartibda davlat hokimiyati vakolatlarini o'zlashtirish, hokimiyat organlari faoliyatini to'xtatib qo'yish yoki tugatish, hokimiyatning yangi va muvozi tarkiblarini tuzish konstitutsiyaga xilof hisoblanadi va qonunga binoan javobgarlikka tortishga asos bo'ladi. Hozir sabr qiling, yana ikkita moddani o'qiyman, shu bilan tugataman, keyin fikrlarimizni davom ettiramiz. 8-modda. O'zbekiston xalqining millatidan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi. 9-modda. Jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari xalq muhokamasiga taqdim etiladi. Umumxalq ovoziga referendumga qo'yiladi. O'zbekiston Respublikasida referendum o'tkazish tartibi qonun bilan belgilanadi. Endi 10-modda. Mana shu 10-modda asosan shu brekda haligi g'alamuslar o'zini bir vatanning egalari, qanaqadir bir prezidentdan keyingi odam qilib hisoblaydigan brektasiga taalluqli-da bu. Ya'ni ki mana 10-modda. O'zbekiston xalqi nomidan
faqat u saylangan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va prezidenti ish olib borishi mumkin. Jamiyatning biron bir qismi siyosiy partiya, jamoat birlashmasi, ijtimoiy harakat yoki alohida shaxs O'zbekiston xalqi nomidan ish olib borishga haqli emas. Mana shu 10-modda hammaga yaxshi yavno tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Endi man o'zimga shu narsani chuqur tahlil qilib anglab, ancha muncha tushunib bo'lganman, tushunishga harakat qildim. Lekin bir ikkita juda bir o'zini bir olim hisoblagan, bu vatanga o'zini bir ega hisoblagan. Endi uni borki, provokator deymi, vatan xoini deymi, yoki bir g'alamus deymi, qanaqadir borki, ichki dushman deymi, sotqin deymi, bu gaplarni endi bilmayman. Qanaqa qilib ta'riflashga meni tilim ojiz. Ya'niki endi bu briktasi deganimni sababi, ya'ni kim o'sha o'zinglar borki anglab turganinglardek, bittasi mana Shuhrat Musayev, ikkinchisi Abror Abduazimov. Endi meni bilishimcha bu ikkalasi ham xuddi mana shu menga o'xshab, mana shu O'zbekiston Respublikasi fuqarosi. Bular qanaqadir bir rasmiy idorada borki ishlamaydi, yo qanaqadir bir siyosiy olamni bir vakillaridan emas, yoki qanaqadir bir qonun chiqarmaydi, yo qanaqadir bir diniy tomondanmi bir fatvo beradigan inson emas, yoki bir birovlarni borki hayotini muhokama qilish faqat bu ikkoviga qolgan emas. Men shu narsalarga borki tushunmayapman. Mana shu ijtimoiy tarmoqlar hozir to'g'risi hammaga ma'lumki, shu bir xalqni bir oynai jahondagi bir vatanni bir yuziday bo'lib qolgan odamlar to'g'risi televideniyani, televizorda kam ko'ryapti hozir. Hamma kishi mana shu ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib boradi, ijtimoiy tarmoqlarga bo'ladigan voqealarni shularni bir tafsiloti bilan borki qiziqib boradi. Endi qaysi temaga kiring, qaysi bir holat bo'lsin, bir ijtimoiy soha bo'ladimi, bir siyosiy soha bo'ladimi, yo qanaqadir birovni bir ko'rpa to'shagi bo'ladimi, bir oilaviy muammolar bo'ladimi, uni bir ichki ishimi, yoki vatanni mana ichki ishlarimi, yoki tashqi ishlarimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqangi holatlardan qat'iy nazar faqat mana shu Shuhrat Musayev bilan Abror Abduazimov shu ikkalasi hozirun nazar bularni bir qanaqadir bir vakolat doirasini ham borki men tushunmayapman. Xohlagan gapini gapiradi, xohlagan insonni haqorat qiladi, xohlagan usuliga xohlaganingcha dinozavrlaring bilan to'dalashib kellaring deydi. Bu men tushunmay qoldim. Endi haqoratni ham turli tumanini shunaqangi qilib olib kelib borki gapirishadiki, endi borki bir hali nima deydi? Ayniqsa ham mana bu Shuhrat Musayev degani. Shuhrat, men senga gapiryapman hozir. Senga hozirgi murojaatim. O'zing bir og'zing chaloq. Endi bundan olib aytib bir terpinglar desam, xafa bo'lasanlar. O'zingni ijtimoiy tarmoqlarga chiqib, og'zingdan chiqadigan gaplarni men hozir gapira olmayman bu yerga. Tushunyapsanmi? Sen o'zing bir eshitib ko'ryapsanmi? Yo o'zing to'g'risida bo'layotgan bir kommentariyalarni sal bir o'qiyapsanmi sen o'zing? Og'zingdan bodi kirib borki shodi chiqadi. Sen endi nima lavozimga sen o'zi, yoki birovni bir gapirishga, birovni muhokama qilishga senga kim huquq bergan? Nima haqing bor seni? Kecha ham mana ijtimoiy tarmoqlarga chiqayapsan-da, men to'g'rimga bir erkak bo'lgin, o'sha rujulat bori, ozgina bo'lsa ham borki, sanda bormi? Sanda nima bor o'zi? Sen hozir
bir to'rva bo'ksan desam ko'nglingga tegadimi oddiy bitta gapim, ha? Lekin bu gapni hozir mana shunaqangi haqoratlarni seni o'rningga, ha? Boshqa kishi aytsa, sen o'sha insonni o'rniga o'zingni qo'yib ko'rsang yoki meni o'rnimga borki o'zingni qo'yib ko'rginsan, ha? Senga kim huquq berdi, ha? Men hozir xuddi shunaqangi seni pastga urishdi, ezg'ilashdi, bola chaqangni qo'shib, seni oilaviy masalalaringga aralashib, seni og'zimdan kelgan haqoratlarni qilib, erkak emassan, shunga o'xshagan so'zlarni ishlatib gapirsam senga. Sen aytyapsan menga hozir, bilasanmi? Sen bir og'zing shaloq bo'lib nima gap og'zingdan chiqayotganini o'zing sen bundoq bir aylantirib, uni bir ma'nosini ko'rmayapsan. Menga aytyapsan, masxaraboz deyapsan, erkakligi yo'q, rujulati yo'q, xunasa, ko't, kuchuk, bunga bir ikkisin pul bersanglar, shuna yana olatda kirib ketadi deyapsan. Bir har xil erkakni ayollar asbob uskunasini qo'shib gapiryapsan, ha? Idina, ha? Idina, undan davomini o'zinglar tushungan bo'lsanglar kerak. Unaqa so'zlarni borki qo'shyapsan. Любой bilan любойchasiga borki gaplashaman. Любой usulga deysan, to'dalanib deysan. Yana haligi yana bitta sheriging bor. Hali o'zingcha ustoz qilib olgan. Bu ham xuddi shunaqangi holat. Endi bu masalan meni gapim, meni fikrim emas, mana hozirgi aytayotganim. Seni ikkalayni ham mana kommentariyalarga o'qi, ko'r. O'sha DXXni, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmatini laychalari deydi kimdir qulog'i deydi, kimdir o'shalarga ishlaydi deydi. Lekin sen qo'lingga Qur'onni olib qasam ichgan odamsan. Qo'liga Qur'onni olib qasam ichgan odamdan nima kutish mumkin? Qanaqa odam bo'lishi mumkin? Sen quloq laycha bo'lma, sen ochiq oydin ishla, davlat xavfsizlik xizmatiga, ha? Hujjat topshir yoki bir diploming yo o'quving yo o'shanga yarasha o'zingni bilim sohang yetishmaydigan bo'lsa o'qi, izlan, seni oldingni hech kim to'sib qo'ygan yo'q. Yoki shu narsani ochiq oydin isbotla, yo ishla yo ishlama. Uni hech kimni borki bir qarshilik tomoni yo'q-ku. Meni ishga olsa borki, men ham jon deb ishlayman. Lekin qanaqadir tomondan borki tushunmayman-da men. Agar o'shanga rostdan ham ishlaydigan bo'lsang, haqiqatdan ham abror bilan ikkalang ishlaydigan bo'lsang, nimaga sallaga shuncha bir vakolatni ko'rgan odamni borki izdivatsiya qilib, uni hayotiga aralashib, uni ichki hayoti, ko'rpa to'shagigacha borib aralashib borishdi, og'zingdan kelgan gap bilan haqorat qilishni. Bunaqa vakolatni kim berib qo'ydi sallaga? Ha? Mana qonun bor, qoida bor, konstitutsiya bor. Ha? Men o'zi seni ko'p kuzatmayman men. Seni u ayqash, chayqash, bir bog'dan, bir tog'dan keladigan o'zingcha bir o'zingdan siyosat olamini bir qiroli yasab olgansan, qaysi tema bo'lsa, og'zingdan to'g'ri kelgan gapni valaqlaysan. Senga yana aytaman. Kim bu vakolatni berib qo'ygan? Sen nima uchun meni haqorat qilyapsan? O'tgan yili ham ochiq oydin ijtimoiy tarmoqlarga chiqdingda, bu g'ayrat do'sti yakkamoqov. Buni hech qanaqa xotini ham yo'q, nogironlari ham yo'q, xotin bola chaqasi ham yo'q. Bu xotinini talog'ini berib yuborganiga 2 yil bo'ldi. Men hammasini borki, men bilaman. Nima deyapsizlar? Bu chista bir mashinlik, bu yolg'onchi bu. Bu meni oldimga ishi tushib kelib, burnini shimildirig'ini oqirib kelib, menga kelib ayhannos solib voydod qilgan, joylarini gaplashib berganman. Ochiq oydin tuppa-tup tuhmat qilib, haqorat qilib, meni sha'nimni, qadr qimmatimni yerga urib, el xalqni oldiga, ha? Meni bir sharmanda bo'ladigan holatlarni
Sen ochiq oydin hech narsadan cho'chimasi baralla gapiryapsan-ku sen. Sen insonmisan o'zisan? Ha? Bir ro'zai Ramazon oylarida turibsan. Sen yana shuncha qasamni ichib, sen yana shuncha yolg'on gaplarni gapirib, sen Allohdan qo'rqmaysanmi sen? Inson, sen bilan bir marta Sergeli mashina bozorida uchrashdim. Bittasidan o'sha paytam arendaga mashina olaman deb $200 berganimga o'shanga har xil o'yinlar qilib, o'sha $200 borki uxlatdi, yeb ketdi. Mayli, qiyomatda olaman. Hech narsa pulli emas u $200, mayli. O'sha bo'yicha o'sha Sergelida ishlarding, mashinalarni anavi sutxo'rlik qilasanmi, boshqa go'riyer qilasanmi, arendaga berib shu bilan shug'ullanib yotarding. Ha? O'shanga bir marotaba senga aytdim. Aka dedim, mendan bir 14 yoshmi, 15 yoshmi kichkinasan, bir adashmasam bir muchal kichkinasan. Sho'rat aka, mana shunaqa bo'ldi. Shunga bir og'iz gapirib, bir narsa deb qo'ya olmaysizmi dedim. Shu, sen o'shani bir narsa dedingmi menga? Yordam qildingmi? Nima bo'layotgan bo'lsa ham endi bo'ldi, $200 pulmi Alloh yo'liga dengda ketavering deding. O'shandan keyin men sen bilan biror joyga bir uchrashib, biror joyga bir non osh qatiq bo'lgan joyim bormi? Meni mahallam deysan. Ha? Asan Nalago'yda orqasiga turasan. Men bu yoqda oltin topgan mahallada turaman. Sen meni umuman ko'rmaganamsan, bilmaysan ham. Meni qayerda yashashimni, qanaqa sharoitda yashashimni ham borki bilmaysan. To'g'ri, bir qanaqadir o'tgan yilgi bo'lgan ishlar, voqealar bo'yicha laychalaringni yuvorib, o'zing ham yugurib, haligi Qashqadaryoyi bu tomongacha birinchi xotinim, ikkinchi oilam ularni borki ipidan ignasigacha izlanib, sen mendan xato topishga harakat qilding. Shuncha izlanding, xato topdingmi birorta? Topolmading. Erkak, hattoki o'sha birinchi ayolimni oldiga borib yoki ariza yozishga ham majbur qilding. Ha, o'z og'zi bilan aytdi. Yo'q dedi, ariza yozib bermadi u. Ikkinchisini ham oldiga, bir jurnalist ayol, bilmayman u jurnalistmi, kim bo'layotgan bo'lsa ham, ateistmi u, dini bormi yo'qmi men bilmayman, kechasi soat 11 da endi qanaqa insonliklarini borki o'zingizlar bilasizlar, men aytib o'tirmayman. 12 ta qanaqa formaga, grajdanskiy formagami yo boshqa formagami kim borganini borki juda yaxshi bilasizlar o'zingizlar. O'shani ham borib bitta ayolni ojizligidan foydalanib, shuni mana har xil tuhmat ig'volarni borki gapirtirishga majbur qilib, mana bugungi kunda mana ikkita bolasini yetim qilib, ona mehriga zor qilib o'tiribsanlar. Ro'zai Ramazon kunlarida borki Allohdan qo'rqmaysanlar, yana bemalol gapirasan. Qiyomat maydoniga borib turib, hali yuzlashamiz. Hali qiyomat maydonida hali hisob kitob bor. Qiyomat maydonining nimaligini, qiyomat maydonini Q harfini, bitta nuqtasini ham sen hali yuragingga bir his qila olmaysan-ku. Sen agar his qilgan inson bo'lganingda sen shunaqa demasding. Oddiy, qaysi gap bilan senga hozir mana shu gaplaring uchun, shu tuhmatlaring uchun jinoiy javobgarlik bor-ku, lekin men senga o'xshab, ana ustozingga o'xshab, men terpiylar emasman. Men birovni qamatmayman, birovni ustidan ariza yozmayman. To'g'ri, ariza yozganman. Juda katta qilib ariza yozib qo'yibman. Yaratgan egamni oldiga, qiyomat maydoniga, ana u yerga ariza yozib qo'yibman men. Hali inshaalloh o'sha yerda borib turib javobini hammasini berasan. Nima qilgan bo'lsang borki berasan. Endi mayli, senga o'zi bir qolgan gapni gapirib yotishi ham, senga o'zi bir gapni uqtirib yotishi ham, sen bilan nima deydi? Bir odamiylik tomondanmi yoki bir qonun tomondanmi, yozilgan qonunlar, yozilmagan qonunlar tomonidan sen bilan gapirib, sen bilan poychakilashib o'tirishi hojati yo'q.
Men sen bilan oldin keyin ham bir don qatuv bo'lmaganman. Sendan muttahamchilik joyim ham yo'q. Ha? Seni lekin mendan muttahamchilik joying bor. Allohning oldiga. Chunki nimaga? Menga tuhmat qilib, meni oilamni buzib, meni sha'nimni, qadr qimmatimni yerga urib, ha? O'zingni ana ustoz deb ushlab olganing bilan birgalikda qoralash kompaniyasini qilib, kimlarnidir nog'orasiga o'ynab, ha? Maddohlik qilib. Ne tolka meni? Kim nechta kishilarni shunaqa qilyapsanlar? Hali inshaalloh ro'zani kunida turibman. Alloh taolo meni biladi, ko'rib turibdi. Seni ham bilib ko'rib turibdi hammasini. Ichingdagi, qalbingdagi, miyangdagi har bitta hujayranggacha hisob kitobini qilib turibdi. Hali hisoblashadigan kun keladi. Hali Xudo xolasa hisoblashamiz. Sen ukam, senga birinchi gapim ham, oxirgi gapim ham, senga o'tgan yili ham hech qanaqangi javob, atvet hech narsa qilmadim. O'sha balinsaga gapirdimki, bitta mayli sizlab gapirdim. Yana tag'i Shuhrat aka deyman. Ha? Sani, inson vijdoning bormi? Past ketgan odammi? Bosh etgan odammi? Ezg'ilaverish kerakmi? Ha? Sen erkakmisan sen? Yo, sani kamchiliklaringni, sani xatolaringni, sani inson emasligingni gapirsam agar juda gap ko'p, juda ko'p ma'lumot to'playman sen to'g'ringga ham. Lekin meni ishim unaqa emas-da. Senga o'xshab men haligi kompyuterni oldiga o'tirib olib, bekorchilikdan taqar o'tirib, havoyi pul topmayman. Men mehnat qilib, mana bolalarimni o'zimni halol mehnatim bilan boqib, shular bilan bir shug'ullanadigan insonman. Men sen bilan haligi nima deydi? Bir maymachalpi aytishib o'tirishga meni vaqtim ham yo'q. Sen bilan bir inson o'rniga gaplashishni borki xolamayman ham. Ikkinchi, men to'g'rimga, meni shaxsiyatimga, meni oilamga, meni shaxsiy hayotimga sen aralashmagin. Allohdan qo'rqqin ozgina. Ikkalang nima deysan? Bu mana shunaqangi bir g'alamiz, bu provokator bu vatan xoini bu mana nima deding kecha? Bu kuchukka bir ozgina pul bersanglar, yana shunda oladi-yu, kirib ketadi qaytib deyapsan. Ha? Tilingga erk bermagan ukam. Ko'pam maddohlik qilib kimlargadir suyanma. Hammadan vaqt o'tadi. Ha? Nima uchun sana hamma odamlar borki cho'chqa deydi? Birini cho'chqa deydi, birini eshak deydi. Men aytmayapman u gapni. Mana kommentariyalarni o'qi. Qancha mana bu sun'iy intellektdan qanaqangi narsalarni qilib, o'sha o'zingni kasbdoshlaring, o'sha blogerlar. Endi qanaqa kim qo'yapti uni borki men bilmayman. Sen yaxshi inson bo'lsang, senlarni shunaqa qilib qo'yadimi? Ha? Yo'q, qo'ymaydi. Senga sen cho'chqasan, sen meshqorinsan, sen mana shunaqangi bir rujulati yo'q, bir to'rva bo'qqa o'xshab yotibsan. Sen cho'chqa bo'lma, sen xurullamasan degan gaplarni men gapirmayman senga. Seni nima haqqing bor? Sen bilan men biror marotaba hayotga bir non osh qatiq bo'lgan bo'lmasam, ya sendan bir muttahamchilik joyim bo'lmasa, meni bir aybim bor bo'layotgan bo'lsa, mana konstitutsiya, meni pasportim bor. Bu qonunning o'zini borki egalari bor. Juda o'sha sen bilan ustozing ta'riflaganchalik men vatan xoini shunaqangi diqiqi tekshiradigan darajadagi bir odam, xavfli odam bo'layotgan bo'lsam, sen bundoq bir o'zingni bir logikangni ishlatib ko'rgin, ha? Meni qo'yadimi? Men yuramanmi? Tepada o'tirganlar ham bor, ahmoq emas-ku. Ularni sen boshqarmaysan-ku sen.
Sen ukam bunaqangi qilig'ingni, bunaqangi dunyo qarashingni yig'ishtirgin. Har zaman borki maqtanasan, pulim bor deysan, pulim ko'p deysan. Mana bunaqangi oyoqalang inson emas edim. Mana shu O'zbekistonda Captiva 2007-yil ishlab chiqarilib boshlandi. Ana o'sha 2007-yillarda birinchilardan bo'lib Captivani mingan odam menman. Ha? Bizneslarim bor edi meni ham. To'g'ri. Toshkentda uyim bor edi. Ana o'sha senga o'xshagan bir ikkita labzi yo'q. Mana shunaqangi bir rujulati yo'q. Bir insoniyligi yo'q. Bir ikkitasiga aralashib qolib, meni ancha mashina qilib sindirib yubordi. Mayli, endi borki bu men u narsalardan juda tushkunlikka tushib, o'zimni oldirib o'lim darajasiga kelib qolmayman. Inshaalloh qiyomat kuni men olaman. Ana o'shanga bitta jinoyat ishi qo'zg'attirish uchun ham men 2 yil yurdim sarson bo'lib. Mana qonunni ishlash senga. Sen o'zingcha ana u ichki ishlarga, o'sha formadagilarga o'zingcha laychalik qilib, dumingni likillatib maddohlik qilasan. Ha, biz ham shularni hurmat qilamiz. Biz ham shularni himoyasidamiz. Men ham o'sha hali men ko'p sirlarimni aytaman, izonamon yursam. Ana o'sha ichki ishlarga o'qishga kiraman deb men 5 yil ovora bo'lib yugurganman. Xuddi o'sha korrupsiya sabab, o'sha nepotizm, monopoliya sabab men nima uchun bu gapni ko'p qaytaraman? Asosan mana shu uchalasi sabab. Shu sabab men kira olmaganman. O'sha paytlar endi 2000-yillar bir yetim bolaman, qo'limga pulim yo'q. Damas mashina qancha? Damas mashina 96-yil 96-yil Damas ishlab chiqarilgan bo'lsa 400 ming so'm edi o'sha payt. 350 ming so'm berishim kerak bo'lgan. Qayerdan beraman men u payt? Men kira olmaganman. Lekin mana hozir ham meni ichki ishlardan Allohga shukr, tanishlarim, tanish bilishlarim, oshna og'aynilarim juda ko'p. Meni hurmat qiladigan insonlar juda ko'p. Eng qizig'i, men mana 5 yildan buyon ana o'sha ichki ishlar xodimini Sela mayorning uyida yashayman. Hozirda pensiyaga chiqdi u kishi. İchki ishlarning uyida yashayman. Men ham ichki ishlarga, davlat xavfsizlik xizmatiga, mana shu formadagi insonlarga suyanaman. Shular bo'lmasa, senga o'xshagan insonlar, senga o'xshagan g'alamuslar bilan bu vatan tez fursatda umuman millat yo'q bo'lib ketishi mumkin. Bularni boriga men ham shukr qilaman, lekin men maddohlik qilmayman. O'zimga yarasha o'zimni ishim, o'zimga yarasha o'zimni tirikchiligim bor. Men faqat so'raganim mana qonunni so'rayman. Ana endi mana bu 101 million to'g'risida gap ketdi. 101 million u Abror Abdazimov bilan ikkalang aytding. Endi ikkalanga addelni ko'rsatib qo'yotmayman. Bitta qilib gapiryapman. Ikkalanga ham tegishli bu gaplar hammasi. Mana G'ayrat Do'stov 101 million pulni oldi. Bir ikkita krasovkasini ko'tarib borki, yig'lab berdi, oldi-yu. Indamay kirib ketdi, mana ovozini o'chirdi. Nima uchun meni gaplarimga atvet qilmayapti, javob qilmayapti deydi. Kirib ketib men o'chganim yo'q. Meni o'chirishdi-ku. Sen men bu yoqdan borki, akillaysan itga o'xshab, ha? Yana kimlardir hangraydi. Jabrini men tortaman. Hammasini hisob kitobi bor. Men bilardim bir kuni sallani mana shunaqa qilib sasishini, og'zing shaloqligini, mana shunaqangi bir ayoldan battar bir g'iybatkashligini men bilardim. Allohga beadad behisob shukr, men shu dunyoga kelib, mayli, beayb Parvardigor, boshqa xatolar qilgan bo'lishim mumkin, bilib bilmasdan. Ayibsiz, xatosiz insonning o'zi yo'q. Lekin bitta narsa,
birovni haqqiga qiziqmadim. Birovni 2 so'm pulini yeyishga harakat qilmadim. Mana hozir ham, asosiy qarzim ota-onamdan, vatanimdan, bola chaqamdan, Allohdan bitta jon qarzim, asosiy hammaga bor. Bu qarzda hammani bo'ynidagi qarz. Shu narsalardan, shu inson, shu mavjudotlardan meni qarzim bor. Boshqa hech kimdan qarzim yo'q. Allohga shukr, hech kimdan qarzim yo'q. O'sha men degan vallomati bo'ylayam, mana shu oddiy o'zimizda O'zbekistonga yashab turgan insonlar ham qanaqa kimligidan qat'iy nazar, oddiy xalqdan boshqa, mana 101 million pulliga bergan kishilardan boshqa biror kishi, masalan, mana sen, meni pulim ko'p, va men vapshim oligarxman, kuniga 5000 dollar pul topaman, kallani miyani ishlatish kerak qilib vijirlab yotasan-ku, sen bordingmi biror marotaba? Meni sharoitim bilan tanishdingmi? Biror marta men bilan yuzma-yuz kelib, sen bu yoqqa kelgin, sen shunaqangi qiynalgan inson ekansan. Mana bunaqa holat. Sen nima bunaqanki? O'zi asosan haqqing yo'q. Yoki bundoq sen unaqa qilib ketsang, men seni qabul ham qilmayman. İnsoniylik yuzasidan. Sen o'zing uchradingmi biror marotaba menga? Yo bir 2 so'm pul berib qo'ygan joying bormi? Bu gapim bilan sendan men bir nima umid qilayotganim yo'q. Mana yolg'on gaplaringni bor-ku, aytayapman-da, o'zingni bir vijdoning qanday qabul qiladi? Mani yuzimga, ko'zimga sen qaraverasan-da, prosto sen Qur'onni ushlab turib bor-ku, qasam ichgan odamdasan. Shuncha yolg'onni gapiryapsan, ommani oldiga chiqib, mani o'rnimga sen bo'lsang borki, davna tepilalik qilib yuborasan, yozib yuborasan. Mana shu ikkala ayolimga ham hali men talog'ini bergan joyim yo'q. Chunki mendan talog'ini so'ramadi. Hozir ham meni ichki ishlarim, meni ichki o'zimni kechinmalarim, ichki hayotim meni. Ular bilan qanaqa nima atnashina qiladigan bo'lsam, meni o'zimni shaxsiy hayotim. Sen nima qilasan burningni suqib? Seni xotin bola chaqang to'g'risiga men gapirsam, mana hozir yo'q joydan bitta gap chiqarib, Shuhrat xotinini talog'ini berib yubordi. Falonchidan eshitdim, yo ko'zim bilan ko'rdim desam, qanaqa bo'lasan? Bir odamga vijdon kerak ozgina. Ana endi boyagi pul to'g'risiga gapirayotgan bo'lsam, ana o'sha pulni menga Balinsada mana Abdurahmon Tashanov, Ilyos Safarov, keyin haligi bloger Aqida xonim, yana bir advokat shular borib o'sha pulni berishgandi. Mana ana o'sha mana shu konvertda olib borib berishgan edi. Senga men bitta shans yaratib beraman-da hozir. Mana o'sha pul, ana o'sha konvert, sen o'sha video bilan solishtirasan, keyin ekspertlaringni jo'natgin ertaga. Mana ana o'sha berilgan o'sha pul mana. Hozir ham ana shu pul mana turibdi menda. Demak, qara. Endi hozir Abror bilan ekalanga aytasanki, buni qo'liga pul yo'q edi. Bu qayerdan oldi? Bu pulni borki, yo Trump bergan, yo qanaqadir borki, Erondan qanaqangidir borki bir kishi pul bergan buni, yo qanaqadir borki bir Madurani o'g'illab ketishgan bo'lsa, o'shani ishiga aralashgan bo'lsa, o'shalar berganmi deb bir mana shunaqangi fitnani chiqozasan. Bu pul, ana o'sha berilgan pul mana hozir ham turibdi. Ekspertlaringni jo'natsang, mana shu pulli ichidan ana o'sha Ilyos Safarov, ana o'sha hozir kim dedim, ismlari esimdan chiqib qoldi, hozir miyam sal qizishdi. O'shalarni Abdurahmon Tashanovlar shularni barmoq izi chiqadi ana shu puldan. Men bu puldan umuman o'zimni hayotimga, o'zimni bola chaqamga men ikkisimini ishlatgan joyim yo'q. Ana endi buni mana spiskasi bor men bu yerga hozir. Butun xalq ko'rib turibdi-da, men aytib o'taman. Mana shu puldan men ishlatganman
Qo'yliqota masjidida xullas kalon o'sha o'tgan yili mana shu Ramazon paytida edi. O'sha yerdagilarning hammasi guvoh. Shu yerda iftorlik qilganmiz. Men aytganman, bu meni pulim emas bu xalq puli bu. Ro'zadorlarga iftor qilib berganmiz. 30 kilo guruch damlab, o'sha yerda mana 6 million so'm rasxod qilganmizda, o'sha yerga elga o'sha 50 ga bergan pulini elga ishlatganmiz. 6 million so'miga ana o'sha yerga kechga iftorlik qilib 30 kilo guruch damlab mayda chuyda qilib kelib o'sha yerga iftorlik qilib berganmiz. Uni ham mana guvohlari, o'sha yerdagi domlalar, o'sha yerdagi insonlar hamma guvoh. Men xuddi shu narsani borib aytganman. Endi keyingisi mayli ismlarini aytib yotmay, jasanga kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zingni o'sha yugurdaklaring bilan, o'zingni o'sha chekislaring bilan birga kelib, qolganini surishtirib olasan. Yana bitta masjidga berdik, qo'yib berdik. 5 million 300 ming so'mga qo'yib berdik. Bitta masjidga. Uni ham ko'rsataman. Hamma insonlar, yuzlab odamlar borki guvoh. Yana bitta dializga tushgan bolaga 10 millionini berdik. U ham shu yerda, shu yaqin atrofda. Keyin bitta nogiron oilani to'y qilayotganiga ikkita uylanadigan ikkita aka-uka bor ekan. Shularni to'yiga 15 million so'mini shularni to'yanaga berganmiz xalqning nomidan. Uni ham video syomkalari, hamma narsasi bor. Keyin yana bitta nogironga mana bu yerga bergan ekanmiz. 12 million bergan ekanmiz. Keling ismini aytmay qo'ya qolay. Ismini aytmay. Haligi endi ismini aytsam ham bo'lmaydi-da. Hurmatli vatandoshlar, sizlar to'g'ri tushuninglar. Xullas kalon qolgan pul mana bu yerga o'sha mana shu yerdagi qolgan pulga bitta yangi Damas beradi. Hozir ham mana shu pulga bitta yangi Damas beradi. Mana shu pulni men topshiraman. Mana shu 1-2 kunning ichida endi Abdurahmon Tashanovga aytdim. U kishini o'z bir ikkita sudlari bor ekan, u kishini ham bir ikkita tashvishlari bor ekan. Hozir vaqtim yo'q dedilar. Ham keyin men shu bahona mayli ozgina vaqt bor ekan deb o'sha Abror bilan sanga ikkalanga murojaat qilib turgan paytim. Ekspertini yo'var, mana shu pulni borki ekspertizadan o'tkazsin. Daji ana o'sha paytdagi buni ishlatib o'rniga boshqa pul, boshqa dollar qo'yishim mumkin edi. Men qo'ymaganman. Ana o'sha pulni o'zini saqlab olib qo'yganman. Men o'sha payt ham aytganman, o'sha balinsada yotganimda ham menga bu pulni keragi yo'q. Men pul uchun qilganim yo'q bu narsani. Men qonun ishlashi uchun, mana shu O'zbekistonda mana shu konstitutsiya ishlashi uchun kambag'al hamma o'sha mana shu qonunda yozilganidek teng huquqli qonun hammaga barobar ishlashi uchun men gapirgandim bu narsani. Men olmayman deganman. Lekin menga majburan tashab ketish shu narsani. Men o'shanda ham borib aytdim. Bo'lmasa dedim bitta shartim bor Abdurahmon aka dedim. Mayli, mana shu pulni men hozir olib qolaman. Erta balansadan chiqqanimdan keyin bitta siyosiy kanal ochamiz. Yana qanaqa siyosiy kanal? Mana shu siyosiy yo'lda yurganlarga, mana qonun posbonlariga, mana shu formaga yurganlar bo'ladimi? U o'sha bir davlat xavfsizligiga ishlayotgan insonmi, ichki ishlarga ishlaydigan insonmi, tashqi ishlargami yoki mana huquq tartibot faollariga ishlaydigan insonlarmi? Qaysi birisiga bir noqonuniy bosim, bir noqonuniy harakatlar bo'ladigan bo'lsa, shularga bir yordam sifatida bitta kanal ochamizda, o'sha yerga shu pulni qo'yamizda, xolagan odam shunga borki pul tashlaydi, u nazoratga bo'ladi. Ana undan keyin masalan mana hozir shu kecha kunduzga mana Sirojiddin mediani boshiga ish tushgan. Haqmi, nohaqmi? Agar haq bo'ladigan bo'lsa, bunga nohaqdan
bir bosim bo'lib, nohaqdan qanaqadir bir jarimalar qo'llaniladigan bo'lsa, o'sha insonga yoki mana Abdurahmon Tashanovning o'ziga ham qanaqadir bir transport vazirligi bilan bo'lib qoldimi, 50 milliondir qancha jarima solishdi. O'shanaqangi bir nohaqlik bo'lgan joylarga yoki mana oddiy ichki ishlarga ishlaydigan insonlarni ham, og'aynilarimni, o ichki ishlarga ishlaydigan meni do'stlarim juda ko'p. Mana shu Bektemir ichki ishlari ham pashti 80% meni o'rtoqlarim desam, men yanglishmayman. Qanchalariga nohaqliklar bo'ldi. Qanchalari nohaqdan qamalib chiqdi. Oqlandi yana. Ha, mayli, o'shalarga ham shu mana shu kanaldan o'shalar ham pul olib, o'shalar ham bir o'zini ehtiyojiga ishlatishi borki mumkin edi. Men shunga deb asrab avaylab olib qo'ygan joyimda, lekin ruxsat bo'lmadi-da. Shu ishni ham qanaqadir endi bilmayman, bir noqonuniy tomonini men tushunmadim. Ruxsat berishmadi, ovozim o'chirildi. Lekin ana o'sha pulni qolgani mana hozir ham turibdi. Kim? Men hech qanaqangi pul ham talab qilmayman. Men bundan keyin ham karta raqam ham qo'ymaganman, qo'ymayman ham. Ha? Senga o'xshaganlar borki, menga yordam ham berib o'tirmagin. O'zi turishga ham bu qiynalgan xalq menga yig'ib bergan puli. Ha? Men qanaqa vijdon bilan yeyman buni? Sen bundoq bir miyangga o'ylab ko'rasanmi? Ya juda yaxshi bilasan. Abror ham, sen ham, ikkalang ham juda yaxshi bilasan. Lekin baribir haligi boyaki g'alamuslik odating, patxalimliging, maddohliging tinchlik bermaydi-da. Tuhmat qilib turishing kerak, qoralab turishing kerak, bor narsani yo'q deb turishing kerak. Ha? Mana nega gapirmaysan? Oddiygina bitta zam hokimmi cho'ntagidan 3,5 million dollar endi pora bilan qo'lga tushishyapti. U yaq-bu-yoq qilibdi, chaypayapti, oson qutulib ketyapti. Lekin 7 ta jo'ja o'g'irlagan bir kambag'al o'sha ham majburligidan qilganda, menga o'xshab bir majbur bo'lgan bo'lsa bechora, endi men juda sabrli odamman. Baqirib, hayqirib, chayqirsam ham o'g'irlik qilmayman, birovning haqqini yemayman. Isbotlab ber, qo'limni ko'taraman. Aytayapmanki, mana shu O'zbekistonga любой inson mana internetga chiqib, men mana internetga yuzma-yuz bo'lib turib, o inson mana isbotim. Senga men mashuncha yordam berganman, mashuncha pul berganman deb isbotlab bersin, ha, aytgan shartingga borki roziman. Men birovning haqqiga qiziqmayman men. Men yemayman. Bundan keyin ham xuddi shu. Men karta raqam ham qo'ymayman. Hurmatli insonlar, hurmatli O'zbekiston ahli, yaxshi yomonlar menga pul bermanglar, menga yordam bermanglar. Alloh o'zi rizqimni beraveradi. Meni maqsadim qonun ishlasin. Qonunda nima narsa ko'rsatilgan? Kambag'alga uy berish, yordam berish, qanaqadir bir bankdan foizsiz kredit berish bo'ladigan bo'lsa, qonunda yozilgan bo'lsa, men shu narsani talab qilishim mumkin. Undan qolganiga men hech narsadan umidvor bo'lmayman. Men agar pul uchun qiladigan bo'lsam, pul uchun men haliga borki milliarder bo'lib ketgan bo'lardim. Menga uylar ham masalan taklif qilganlar bo'lgan, mashina ham, boshqa narsa ham. Men ko'zimni yumib, nafsimni hakkalaga ottirganimda hozir ana bunaqangi milliarder bo'lib yurgan bo'lardim. Lekin nima kerak menga? Menga tekin narsa nima kerak? Mana ozgina topsam ham mehnatim bilan bola chaqamni boqib yuribman. Men nima uchun dod deyman? Qonun hammamizga teng barobar ishlamaganiga o'shanga meni fig'onim falakka ko'tarilgan. Ya u bizga ishlaganidan tashqari ham, yana ishlaganidan tashqari ham yana pastga urishlar, mana bunaqangi qilib borki izdivatsiya qilishlar, odam o'rniga ko'rmaslik. Qanaqangi bir qaysi bir rujulati bor, rujulat deb bo'ngirayotgan insonlar to'g'ri keladimi shu sallaga? Hammasini
hisoboti bor. Endi men qisqagina qilib bir aytib o'tib ketadigan bo'lsam, Shuhrat, san o'sha gapim, mana ekspertizaga bittirasanmi, boshqagami, ana o'sha senga oxirgi gapim, o'sha pul, ana o'sha Abdurahmon Tashanovlar bergan pul, mana shu pul. Men alishtirganim yo'q, yo kimdir bergan yo'q. Ha? Turibdi. Qolganini hisobotini ham beraman. Xollasang, o'sha ekspertizani jo'nat, barmoq izlarini olsinda, qani agar shularni barmoq izi chiqadigan bo'lsa, shuning ichidan o'sha pul. Bo'lmasa, men boshqa yerdan topib olib kelib joyiga qo'yaman o'zimcha. Men 1-2 kunning ichiga o'sha yo Abdurahmon Tashanov, yo Ilyos Safarov yoki o'sha Jahongir To'laganov shularni qo'liga, bir kishining qo'liga men topshiraman mana shuni. Bo'ldi, undan boshqa meni boshqa bir gapim ham yo'q, qilayotgan holatim ham yo'q. Men mana shuni hammasini borib beraman, topshiraman, boshqa gap so'zim yo'q hech kimdan.